Avvalgi qismda Vince eski hokimning joyini aniqladi va men u yerga politsiyachilar bilan bostirib bordim va eski hokimni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'ldim. Ammo uning do'sti bizni qo'limizdan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ha, uning terrorchi do'sti. Ammo eski hokimning rasmini gruppalarga jo'natdim. Prezident menga Porsche sovg'a qildi va eski hokimning uniformini tintuv chiqdik. Va u yerdan shunaqangi zo'r bo'lgan mashinalarni topib oldim va hammasini sotdim-da shaharga sarfladim. Qanday yaxshi hokim mana va qolganini video davomida tomosha qilishingiz mumkin. Qolgan qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz ko'rishni tavsiya qilaman. Do'stlar, video oldida kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman. 10 mingta bo'lishimizga atiga 6 mingta qoldi. Menga pulemotlarni berganingiz uchun rahmat. Ha, pulni to'lasangiz beraveramiz, brat. La'nati, sen kimsan? Biradim, aziz joydami avtoda nima tur? La'natim, manikin ekan, kim qo'yib ketdi bu yerga berpasda? Hozir yo'q edi, bizda bo'larmikin? Bo'lmasa ekan menga nima, eski hokimni qutqaraman, la'nati. Hammasidan qasos olaman. Meni mijozimni ular yo'q qilmoqchi bo'ldi. Meni do'stimni, qadrdon eski do'stim 20 yillik. Mana politsiya cho'skasiga ham kelib qoldim. Endi biz eski hokimni qutqarish qoldi xolos. Ajoyib. Pulemot to'qlanganmi? Voy 929 to'q. Ajoyib. Xo'sh, endi bo'lsa ichkariga kiraman. Salom janob, meni mushugim yo'qolib qoldi. Nima, sizga bunga mushuk qonami? Mana senga mushuk. Voy, eski hokim, chiqing. Tomoqlarim orib ketdi. Mazdes qochib qoldi, biz haqda sizni. Nima? Yo'q, sen meni qutqargani keldingmi? Qadrdon 19 yillik do'stim. 19 emas. Aslida 20 yil edi. Qamayli. Shu joyda otib tashlashim kerak edi, 13. Nima qilmaydi? Nima bu yerda videoga nima bo'lyapti bu yerda? Senlar mendan o'tishing kerak bu yerdan qochishdan oldin. Mana bo'ldi. Ketdik janob eski hokim. Bidir qiladi churvaqa. Xo'sh, ajoyib. Reddi nima gaplar bo'lyaptimi, ishlar tushyaptimi, ishlar? Tinchlik bo'lyapti, o'zingizda qalay, brat? Menda nima? Vince'ni otib ketish. Jennerson Vince'ni otib ketishibdi, la'nati. Nimalar deyapsiz, brat? Shunaqa bo'libdi. Jennerson, men tezroq borishim kerak. Manzil politsiya uchastkasi nima? Men hozirroq borishim kerak u yerga, la'nati. Vince qadrdon do'stimni otib ketdi. Qaysi Xo'sh, mana kelib qoldim va ozginadan so'ng yetib boraman. Ajoyib, nima politsiya shifoxonalar. Ting. Avariya yoqilgan. Ting. Assalomu do'stim degandim. Qani yetib keldim. Bir to'da loqlar butunlay politsiyani shunday qilib o'ldirib, yaralab ketishib, qanaqangi holat bu? Sizlarga davlatimizda ishonmaymiz endi. Sizlar hammangiz loq ekansiz. To'ptabirmen apa, aka. La'nati, boshim biroz chayqaldi shekilli. Xo'sh, ahvoli qalay bularni? Xo'sh, hammasi ajoyib, oddiy, lekin himoya qila olmaganda nima ham deysiz? La'nati, Vince do'stim yaxshimi? Ha, u ham otdek bo'lib yugurib ketadi yaqinda bir hafta ichida. Mashinam ham la'nati. Brat, siz ham tez haydab nima qilasiz? Qimmat mashina bo'lsa, do'stingizga shu mashinani almashdingizmi, Do'stimga almashamanda. Qiz topiladi, do'st topilmaydi-ku axir. Qiz topilmaydi, do'st topiladi. Nima? Prezident keldimi? Prezident keldi xabar olish uchun. U shpriz ukollar yetarlimi? Yetarli. Xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa, sen yaxshimisan? Brat, biroz boshim chayqalibdi-da shu. Boshing chayqalgan bo'lsa nimaga? La'nat, asabimni buzatdi. Salla yaxshimisanlar? Ajoyib, bulamamchi dam olyapti, mayli dam olaversin. Unday bo'lsa Vince'ni holidan ahvolidan xabar olish kerak. Xo'sh. Bolam qalaydan? Yaxshi, siz uzr tanimadim. Sen hokim qilgan men bo'laman. U prezidentini tanimayapsanmi? Xullas, itdan bo'tading. To'g'rim sandan yaxshi edi. U faqat yaxshi qilyapti edi. Ular bola tiqib turibdi. Sen qotil bo'lding. Eski hokim qildi-yu hammasini. Men bilmayman. Yangi hokim qilamiz. Kel, itdan bo'tading. Yo'q, la'nati. Jennerson. Xullas, endi hokim. La'nati, meni ishdan bo'shatib yubordan u landavur. Unday dema, brat, hayotim xavfli, menga o'zim hayotim kerak. Xo'sh, mashina. La'nati, endi hokim emas ekanman. Hammasidan qasos olaman. Mana bu mashinani sekin olib ketsam hech narsa qilmaydi. Ajoyib, menamiz ketdik. Zo'r yuradi shekilli. Xo'sh, unday bo'lsa ketdim. Xayr hammangizga. Qo'y, dedim, yangi odam topa. La'nat, anu qotib ketdi hammaga. Uni batinati raqamini eslab qo'ygan. Xo'p, janob.
Xo'sh, endi qasos olish vaqti keldi. Men ularni bazasini topdim. Sizlarga aytsam, obunachilar, endi men hokim emasman va men nima bo'lsa bo'lsin, lekin do'stimni qasosini olmasdan hech qayerga ketmayman. Hammasiga o'sha eski hokim aybdor. U hech nima qilmaganda edi. Hammasi ajoyib ketayotgan edi. Men o'tgan qismda hammasini chotki qilib, mashinalarni sotib, shaharga sarflab, shaharni rivojlantirayotgan edim. Lekin ana u ahmoq prezident nima qildi? Meni shunchaki ishdan bo'shatib yubordi. Aynan mana shu eski hokimni qilmishlarini deb. La'natim, men nima deyishim mumkin endi obunachilar? Tayyor ishimdan ayirdi. Xo'sh. Salom bolakay, birinchisi David bo'ldi, minus. Xo'sh, ajoyib. Bizga hujum qildi. Mana senga hujum. Yo-mayo, la'nati, bularning pistoleti nima bo'lo? Yo-mayo, la'nati. Bolajon, qalaysan endi? Mana senga bolajon, la'nati, yelkamda sinib o'tdi. Xo'sh, ajoyib. Poyez nima? Ketib qoldi. Ketib qoladi poyez bo'lgandan keyin bolaginam. Nima, qanday bolaginam? Senlarni kim ishga olgan? Lo'qmisalar, bir kishi bo'lib turib hammangni oqizib ketyapman-ku. Hozir men sendan qasos olaman-da. Xo'sh, ajoyib, bularni kim ishga olgan? Nima, semichka hidi chiqdimi? Yo-mayo, obunachilar, bu landa urlar semichga hidi chiqdi deb yuribdi. Xo'sh, ajoyib. Brat kimsa? Brat, men kimligimni ham bilmayapman. Bu yerda endi qanday kirsam bo'ladi? Xo'sh. Xo'sh, hammasi minus bo'ldi. Hokimjon, chiqa qol. Hech qanday banditlar va xavf qolmadi. Men o'zim seni qutqarib olaman bu yerdan. Ajoyib. Menimcha eshik buzishga to'g'ri keladi. Eshik buzishni juda ham yaxshi ko'raman. Faqat uyda dadam urushar edi. No, mayli, necha bu yerda hech kim choramaydi. Men malol buzaman. Nima, edit o'rla, endi edit qiladi. Janob hokim, men sizni boshim bilan himoya qilaman. Xo'sh, shunday bo'lsa men oldi eshikdan chiqib ketamiz. Ajoyib. Meni akamim bor. Yuring, mana shu tomondan chiqib ketamiz unday bo'lsa. Xo'sh, qayoqqa qochyapsizlar bolajonlar? Sen yaqinlashma, sen la'nati. Yomon bosh og'riq bo'lding-da. Sen yalanga yo'q oldin. Nima, kim yalanga yo'q? Nima bo'ldi? Hokim qoching. La'nati, men qo'rqyapman-ku axir. Nima, sen qo'rqsang ovozing o'zgarib qoladimi? La'nati, yaralab qo'yding-ku, qiyib qoldi-ku. Qarigan chog'imda menga shu zararmidi-ya. Nima? Mana senga. Yo, men otma, o'ldirma, iltimos, men yaxshi odamman o'zi. Sen meni do'stimni o'ldirding. Ma!